أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا وبعد بugün kelgan dersimiz bo'lsa Umar ibn Hafs İmam An-Nasafi rahimahullah yazgan Aqidetun Nasafiyye namlıq bu muhtasar metnning İrsalur Rusul degan babga keldik. Yani meselatu İrsalir Rusul. Yani peygamberlerini evetiş meselesi. Şimdi peygamberlerini evetiş bolsa Allah subhanahu ve taala ve taqaddasning biz bendelerge bo'lgan gang, sap, fazl merhameti. Allah Teala'nın hikmeti peygamber evetişini taqazo qiladi. Ama peygamber evetiş Allah Teala'nın geldiğine vacip emas. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes Ruzi Misak günü. Yani alem-i zur. Alem-i zurda bütün ruhlarını Allah Teala yığıp elestu bi rabbikum degan edi. Bütün ruhlar buna cevaben qalu bela deb javob bergan edi. Men sizlarning Rabbinglar emasmi deganda ular hammasi birlikda shundoq o'zlari bizning Rabbimiz deb javob bergan. Demak bütün ruhlar hammasi musulmon edi. Allah Teala'ni tunuyapti. Undan keyin bu ruhlar hammasi o'zining vaqti kelganda o'zining badallariga Allah Teala'niki buyruq bilan kirdi. Kirib bu dünyanın helakçiligi, bu dünyanın günah masiyatları ve nefse emmari sebeplik tusulub kaldı. Bu ruh bilan Allah Teala'nın aldığındaki bu alaka icaplanıp tusulub kaldı. Lekin bunun tigi de fitrati de insanın fitrati de yaratquchini izlash. Bir yaratquchiga ibodat qilish, cho'qinish degan bir fitrat bor. Har qanday bir insonda. Bu inson Koy kafir olsun, Müslüman olsun, ya butperest olsun, nim olsun, hemisi bir yaratıcı çokunuş için, ibadet kılış için kalbede telpiniyor. Anladın? Bu yolda bazıları hak yolunu tapıdı, bazıları hata yolu getirdi. Lakin hemisi nime için? Aslındaki fitrati boyunca bir ibadet kılıdığan bir ilahını izleyin. Bazıları bir ilahı çokunudu, bazıları bir kanca ilahı çokunudu, yalgan boğan ilahlarga. Yani lekin bu fitratni gösterdi bizga. Allah Teala ben aslida insonning qalbida bir fitrat bor ekan, mushu fitrat bilan bir ilohni nima qildi ekan, izlaydi ekan. Tushundinglarmi? Mana bir. Ikkinchidan endi hozirgi zamonimizdagi ya'ni ilohsizlik, kommunist, mulhid, ilhod degan bu odamlar fitratga qarshi odamlar. Yani insonning fitratiga, turilishiga, tabiatiga qarshi odamlar. Yani iloh yo'q degan gap yani hech qanday bir din degan gap emas. Iloh yo'q degan gap, yani yaratuvchi yo'q degan gap aqlga mi qarshi, fitratga mi qarshi ish. Ma bir. Ikkinchi, nima uchun Allah Taoloning geldiği vacib emas deyishdi. Birinchi ruhniki islom fitrasi islomni taqozo qiladi. Bir. Ikkinchi, Allah Taolo insonni fitrat bilan yaratib bo'ldi qilmay insonga aqlni yaratdi. Aql. Bu aqlni izlash orqali xuddi masalan bu istakanni bir o'zicha mundaq shakl kelib qolmaganligini, chuqur buni bir etkuchi, yasug'uchi, boy ekanligini aql orqali biz bilaligandek, bunda katta olam inson, shu arshin tortib nima farishgacha, katta uyg'on eng cho'ng maxluqlarning eng kichik zarrigacha hammani Alloh subhanahu va taolo va taqaddasdek bir katta xoliq, mubtadi', badi' bo'lgan, yo'q yerdan paydo qiladigan kashfiyotchi, yo'qdan paydo qiluvchi bo'lgan Alloh bo'lishi ekanligini aql orqali biz bilalaymiz. Alloh taolo bu aqlni bizga sapladi. O'zi Rahmon Rahim bilan. Buni Alloh taolo buni bilan bo'ldi qilib qo'ymadi. Alloh taolo yana o'zining hikmati bilan nima ish qildi? O'zining Rahmon Rahim va hikmati bilan yana bandalarga davrlarda payg'ambarlarni avatdi. Ularning dunyolik va dinlik, dunyoviy va diniy ishlarini ko'rsatib turadigan ve peygamberlerini, nimeni qilsa foyda, nimeni qilsa ziyon ekanligini ko'rsatib turadigan payg'ambarlarni avatdi. Shuni bilan insonga hech qanday nima qilmadi. Men bizga payg'ambar kelmabdi ekan, biz bilmabdi ekanmiz deganga hech qanday delil isbot bana sebep qilmadi.
Müslüman olmaslıkka. Şunun için Allah subhanahu ve teala ve tekaddes peygamberlerini evet dedi. Nima için? Özünün hikmeti bilen. Vacip Allah Teala'nın geldiği vacip emez. La vacibe alallahi şey. Ama Allah Teala'nın peygamberlerini evet işide Allah Teala özü biladigan ve bizlerge hem bildirgen, bize hem bilgen nima? Hikmetler var. Hikmet menfaatler var. Biz için. Şu Allah Teala hakim zat, Allah Teala'nın hakim ekanligi peygamber evet işini nima qiladi? Taqazzo qiladi. Şundan Alloh hikmetni taqazzasi. Ve fi irsalir rusuli hikmetun. Peygamberlerini evet işte Allah'ı kattı bir hikmet vardır. Çünkü hikmet vardır da vatı demedi. Ve kad erselallahu teala rusulen minel beşeri ilel beşer. Mübeşşirine ve mundirine ve mübeyyinine linnâsi ma yahtâcune ileyhi min umuri dünya ve din. Allah subhanahu ve teala ve tekaddes insandın boğan peygamberlerini insaniyetke cennet yaxshi amal qilganlarni cennet bilan xush xabar berguvchi qilib yaxshi amal qilganlarga cennet bilan xush xabar berguvchi qilib yomonlik qilguvchilarga do'zax bilan ogohlantiruvchi qilib insonlarga dunyoviy va diniy ishlardan ehtiyojli bo'lgan ishlarni bayon qilib berguvchi qilib payg'ambarlarni avatdi. Ve ayyadahum bil mu'cizati an-naqidati lil 'ada. Ularni odatga qarma qarshi bo'lgan odatni buzib tashlaydigan mo'jizalar bilan kuchlantirdi. Xo'sh, endi bu jumlada qaraydigan bo'lsak, Rasul degan bir so'z keldi. Rasul. İrsalni tushundik. Rasul degan safir baynallohi va bayna ibadi. Rasul degan nima? Yani Allah Teala bilan bedeninin arasındaki bir elçi, vasıta. Allah Teala'nınki kalamin Allah Teala'nın emir fermanlarını bendeliğe yetkizdiğin nima Allah Teala bilan bedenin arasındaki bir vasıta, bir elçinin ne batılıdı? Resul deb batılıdı. Anladın? Elçi degan gap. Allah Teala bu elçini nima deb evetti? Limaza erselehu? Nima deb evetti desa, birinci nima bunun faydaları. Elçilikning faydaları nima? Yaxshi amal ibodat qilganlarga nima cennet bilan xush xabar berdi. Yani yaxshi amal qilinglar, cennetning amallarini qilinglar. Avval cennetning amali namoz o'qinglar, zakat beringlar. Bir Allohga iymon etinglar, namoz o'qinglar, zakat beringlar, haj qilinglar, ro'za tutinglar. Deb shariatning amallarini buyurdi. Uni keladi mushlarni qilsanglar, cennetga kirasizlar deb xush xabar berdi. Buni aql bu ishni aql bilan topilolmaydi. Shundan bu ishlarni haqqancha o'ylabma Allah Teala'nın bildiği varlığını akıl bilen bilgili bo'lsin-mu? Amma bunda namaz o'qisa savob bo'ladiganligini, zakat bersa, ro'za tutsa, haj qilsa bunda savob bo'ladiganligini, jannatga kiradiganligini buni aql orqali bilib bo'ladigan ish emas. Yolg'iz aql bilan bilib bo'lmaydi. Tushundingmi? Undan keyin mamunzirin. Payg'ambar aytgan yana bir foydasi shu ogohlantiruvchilik. Ya'ni yomon amal qilmanglar. Zina qilmanglar, Allohga shirik keltirmanglar, yolg'on aytmanglar, zina qilmanglar, mutakabbirlik qilmanglar, haqqa zulm qilmanglar, yetimning haqqini yemanglar, jazoni yemang degandek bunday ishlarga buyurdi. Yani bunday ishlardan tusudu, yomon ishlardan tusudu va agar bunday ishni qilib solsanglar, do'zaxga kirasizlar deb nima qiladi? Ogohlantirdi. Bu ish yomon, bu ishlarning yomonligini va agar bu yomonlik qilsa do'zax bilan jazolanganligini inson yolg'iz aqli bilan bilolmaydi. Uni payg'ambar bo'lishi nima kerak? Va ahirqisi desa insoniyatga bu dunyolik ishlardan ular ehtiyoji bo'lgan ishlarni bu dunyolik ishlar masalan bu dunyolik ishlardan masalan shariatning bir muncha hukmlari bor bu dunyolik ishlar adab axloqqa oid haqqul ab masalalarga masalan fiqhning hukmlari hammasi nima shu hozir fiqh o'qiyotgan masalan go'ri boblari masalan bay mudarba bay salam bay muzari'a vakalat hammasi nima shu dunyolikdagi insonning maishati turmushi uchun qurilgan hukmlar ahkomlar hammasi insonning foydasi uchun bunday hukmlarni bayon qilib berish va diniy hukmlarni bayon qilib berish namoz ro'za zakat haj jihoddan tortib dinga aloqador hukmlarni nima qilib berish bayon qilib berishdan iborat payg'ambar avatishdan bunday nimalar bor undan boshqa bunday foydalari bor biz bilmagan endi nurg'ilgan foydalar bor. Ve ayyedahum bil mu'cizatin naqidatil atayib. Endi Peygamber aleyhisselam men peygamber deb Peygamber aleyhisselam 40 yoshga vaqtda men peygamber deb mushu da'voni ko'tarib chiqdi. Mudda'i nubuvat degan gap. Peygamber aleyhisselam men peygamber deb da'voni ko'tarib chiqdi. Bu cho'ng shart bir odam bir ishni qilish uchun cho'ng bir da'voni ko'tarib chiqish kerak. Bu da'voni ko'tarib chiqishda buni isbotlaydigan nima bo'lish kerak? Isboti bo'lish kerak. Bu ispatı eğer bolsa Peygamber Aleyhisselam'da bu ispatı nima mucize. Peygamberin de vaqt adamning ispatı nima mucize bo'lish kerak.
Çuqum mo'jiza. Chunki masalan bizda mutawatir deb bir narsa bor, mutawatir. Qur'oni Karim bizga mutawatir bilan kelgan. Endi shu sahobalar jamisi mutawatir, lekin payg'ambar alayhissalomdan sahoba o'tkazganda desa, payg'ambar alayhissalom g'ana anglagan Jibril Qur'onni, payg'ambar sallam g'ana anglagan, undan boshqa hech kim anglamagan. Endi buni qanday mutawatir bo'ladi bu? Desa, chunki payg'ambar alayhissalom uni kelgan mo'jiza kelgan. Payg'ambar alayhissalom mo'jiza bilan kuchlantirilgan payg'ambar, shu mo'jizadan kuchlantirilganlik uchun nima mutawatir bo'lib ketdi, o'xshash. Ya'ni mo'jizadan kuchlantirilgan uchun. Endi xo'sh, biz ham mo'jiza degan nimaligini ko'rib bilib o'taylik. Mo'jiza degan gap al-amru al-ghayrul mu'tad. Al-amru al-ghayrul mu'tad. Ya'ni odatdan tashqari ish. Mo'jiza degan nima? Odatdan tashqari ish. Bizning normalda bo'lib ketgan ishimiz odatdan ishi, odatdagi ish. Ammo mo'jiza odatdan tashqari ish. Mo'jiza degan odatdan tashqari ish. Bu odatdan tashqari ish qachon bo'ladi? Payg'ambarlik, men payg'ambar deb chiqqan chaqda qavmlari sizga mo'jiza ko'rsat deb nima qiladi? Talab qiladi, talab qilganini ko'rsatadi. Ya'ni xohlagan chaqda payg'ambar, xohlagan chaqda qavmlarga tahaddiy qilish, baslashish, musobaqa qilish, baslashish uchun nima qila oladi? Mo'jizani Alloh taolaning bilishi bilan ko'rsatadi. Mo'jiza tarafdan mo'jiza karomatdan ayrilib turadi. Undan keyin masalan bu mo'jiza masalasi qanday masala? Alloh taolo mo'jizada odatdan tashqari ishlarni yaratib beradi. Masalan, xuddi masalan bir odam bir necha xalqning oldida nima desa, men ma podshohningki elchisi. Men ma podshohning elchisi desa, unda boshqa odamni ishonmaydi bu odamga. Masalan, bu odam boshqa odam ishonmasa, bu odam nima deydi? Amisi, ey podshoh olam, men agar sizning rost elchilari bo'lsam, menga odatdan tashqari bir ish qilpaslar. Sizning odatlardan boshqa bir ish qilpaslar desa, podshoh bo'libdi deb taxtda shu o'tirgan podshoh bir qadim qopab, ikki qadim qopab, uch qadim oqma qopab o'tirib bergandek, shu hammadan uni ko'plam voy, rost ma'lum ekan, podshohning elchisi ekan deb hammadan ishini avtomatik qildi. Shunidi. Xuddi shuningdek Alloh taolo payg'ambarlarga aytdi, payg'ambarlar Quraysh mushriklar, "Ama siz bizdan payg'ambar bo'lsang, bizga mo'jiza ko'rsat" deydi. Payg'ambarlar odatdan tashqari bo'lgan, ya'ni odatda bo'lmaydigan ishlar. Masalan, oyning yerilishi masalan. Oyning yerilishidek masalan, iqtirabat saatu va shaqqal qamar degan oyning yerilishidek. Bunda mo'jizalarni payg'ambarlar ko'rsatdi. Ya'ni Alloh taolo shu mo'jizani odatdan tashqari. Odatda oy yerildi, odatda oy yerilmaydi. Yerilmaydigan ayni Alloh taolo yerib bilib shu payg'ambarning rostligini isbotlash uchun yaratib berdi. Uning keyinidillam avtomatik holda bir darura, ya'ni Alloh taolo shu mo'jizani ko'rgan odamlarning qalbidami ishonishni yaratib berdi. Hammasi ko'rgandan keyin nima qiladi? Ishonmay amal yo'q. Alloh taolo hammaning qalbida avtomatik holda ishonishni yaratib berdi. Hatto uni keyindan ishinib bo'lgandagi kafir bo'lganlarimi ishinib bo'lgandan kafir bo'ldi. O'zbekiston kafirlardan yozganda qalbida ishinib bo'ladi, uni keyindan jahillik qilib, aqliga unmay tasavvur qilib, mutakabbirlik qilib, yana keyin muddat bo'ldi. Mana mo'jizaga juda kuchli narsa. Ya'ni islomdagi mo'jizaning roli nima? Intayin cho'ng. Mo'jiza payg'ambarlikning birdan-bir nimasi isboti. Payg'ambarlarning eng cho'ng mo'jizasi qaysi bilamsizlar? Eng cho'ng mo'jizasi debanglarcho. Payg'ambarlarning eng cho'ng mo'jizasi qaysi? La. Payg'ambarlarning eng cho'ng mo'jizasi mana shu Qur'on. Tushunarmi? Shu Qur'on eng cho'ng mo'jizasi. Qolgan mo'jizalarimiz davomlashmadi. Ayirgan bo'lsa ayirmasi yenib qoldi. Shu chaqda bedam ko'rdi. Qur'on eng cho'ng mo'jiza. Tushunarmi? Qanday dama? Arabning odamlar hammasi balog'at fasohatli odamlar edi. Arablarda she'riyat, og'iz adabiyoti intayin taraqqi qilib eng yuksak pallaga chiqqan odamlar edi. Ularda boshqa odamlarda taraqqiyot, fan texnika boshqa narsa taraqqiy qilsa, arablarda, badaviy arablarda ig'iz adabiyoti intayin taraqqiy qilgan. Intayin fasohatlik. Ya'ni bir komil bir she'rni, bir divonni, she'r to'plamini bir qatim anglab yodlab oladigan. Har qanday hatto Valid ibn Mughira degan bir zamonda men insonlarning she'rini anglagan, jinlarning she'rini anglagan degan. Demak, mushunda darajada nima? Adabiyotimiz ko'p bo'lundiki. Adabiyot, ig'iz adabiyoti kuchli. Mushunda arablarga Alloh taolo Qur'on, payg'ambar Qur'onni elib keldi. Qur'onni elib kelib, Qur'oni Karimda fa'tu bi suratin min misli dedi.
mush Qur'onga o'xshaydigan bir so'zni keltirib qo'yg'an dedi. Buni keltirolmadi. Hammasining og'zi saq. Payg'ambar alayhisalom ularga qilich tanlamadi. Ham agar keltiradigan bo'lsa, shu keltiradi. Ha, uni keldidan bular bir so'z keltirmasa bir oyat olsun, 3 oyat o'zini keltirdi dedi, keltirolmadi. Hatta qisqa bir oyatni keltirolmadi. Oxir bu oyat keltirish uchun o'rniga nima ish qildi? Qulluq qilishni oldi. Oyat keltirolmay ojiz kelib, nima qildi? Qulluq qilishni urushni izlab chiqdi musulmonlar. Shundaqmi? Eng cho'ng mo'jiza qasgan Qur'oni Karim. Shu mu'jiz, ya'ni ojiz keltirguchi degan gap. Ya'ni Qurayshlarni buningga o'xshash bir kitobni keltirishni nima qildi? Ojiz keltirdi. Unda Payg'ambar alayhisolamning mo'jizalari degan toshlarning jonsiz narsalarni gap qilishlari, Payg'ambar alayhisolamning daraxtni ishorat qilib ketishlari, oyni yeritishlari, Payg'ambar alayhisolamning qo'llari, barmoqlaridan sularni nima bulduqlab chiqishlari, Payg'ambar alayhisolam kasalab qolgan, ko'z og'rib qolganlar shunda ko'ziga bir silab qo'ysa, ko'zi saqayib ketishlari. Quduqlarga shunda bir sundiq olib qo'ysa, quduqdan bulduqlab chiqib ketishlari. Uni kenidan qozonning ichiga Payg'ambar alayhisolam tovoqni epib bismillah deb apasa, eli yuvasi qozonning ichida go'sht tugmay chiqib yurishlari. Shu 4 dan 5 kishilik tomoq shu xandaqdagi bir muncha odamga yetishlari. Ya'ni bu mo'jizalar degan hammamiz yig'ilib kelganda, ya'ni mutavatir shakllangan darajada. O'zi mutaahadlar kelgan bo'lsa-mu, jiq yo'ldan kelganda yig'ib kelsak, ma'naviy mutavatir darajaga yetadigan darajada ko'p mo'jizalar Payg'ambar alayhisolamning qo'ldan chiqqan. Tushunamizmi? Bu mo'jizalar Payg'ambar alayhisolam payg'ambarligini kuchlantirgan eng kuchli dalillardan birisi. Mushuk mo'jizasidagi eng kuchli mo'jiza, eng katta mo'jiza Qur'oni Karim. Hozirga qadar bu Qur'oni Karimni hech kim o'zgartirmadi. Hech qanday din dushmanlari o'zgartirib yo'qolmadi. Bir dona harfi o'zgarmadi. Payg'ambar alayhisolamning zamonidan tortib hozirgacha va qiyomatgacha bu Qur'oni Karimning bir dona harfi o'zgarmaydi. Alloh taoladan deydi: "Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun" dedi. Tushunamizmi? Biz zikrni biz nozil qildik. Bizgini biz nozil qildik. Uni biz muhofaza qilamiz dedi. Eng cho'ng mo'jiza bo'lganligi uchun buni hech kim o'zgartirmaydi. Tushunamizmi shuni bilan? Xo'sh, endi payg'ambarlarning avvali, endi biz payg'ambarlar avatganligini Alloh taolaniki uni tushundikmi? Endi biz payg'ambarlarniki sonlarini yoki payg'ambarlarniki qachongacha, kimning kimga chiqganligini so'zlamoqchi. Payg'ambarlarning eng avvali Odam alayhisalomdir. Va payg'ambarlarning eng oxiri bo'lsa Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Endi payg'ambarlarning eng avvali Odam alayhisalom, nabiy. Lekin rasullarning avvali chi desa, kim? Rasulning avvali Nuh alayhisalom. Shuni bilib olinglar. Sizlar bir islomda narsa bo'lsin, nabiy bilan rasulning farqi bor. Nabiy bilan rasulning. Nabiy degan qanday odam nabiy bo'ldi desanglar, qanday zot nabiy bo'ldi desanglar, nabiy degan Alloh taolo tomonidan vahiy kelgan. Vahiy kelgan, lekin qavmiga maxsus bir qavmga avatilmagan. Maxsus bir qavmga yetkazishga buyurilmagan. Kishini bo'ladi o nabiy. Ammo rasul degancha Alloh taolo tomonidan vahiy kelgan, maxsus bir qavmga avatilgan va yetkazishga buyurilgan. Alloh taologa yetkazishga buyurilgan. Kishi nima bo'ldi? Mursal rasul bo'ladi. Endi payg'ambar alayhisalom desab Iqro bismi robbikallazi xalaq surasidan bo'ldi, nabiy bo'ldi. Ira g'olida. Ikkinchi qatim Ya ayyuhal muddessir surasi nozil bo'ldi. Qum fa anzir va robbaka fakabbir dedimi? Ogohlantirish, qavmini ogohlantirgin deb yetkazishga buyurildi. Ikkinchi qatimda rasul, mursal payg'ambar bo'ldi. Tushundingmi? Nuh alayhisalomni o'zi qavmiga avatilgan. Musa alayhisalom, Ibrohim alayhisalom, İsa alayhisalom shu payg'ambarlarimiz mursal payg'ambarlar. Ammo Odam alayhisalomchi desanglar, Odam alayhisalom bir alohida bir qavmga avatilgan. Shuning uchun bu nabiy payg'ambar. Shuning uchun mursal payg'ambarlarning avvali Nuh alayhisalomdan boshlanadi. Chunki Nuh alayhisalom qadar hamma kishi nima musulmon. Nuh alayhisalom zamonida payg'ambar avatilishdan ozroq burun bu Nuh alayhisalomning qavmi o'zining ichidagi Ya'uq, Nasr ismli bir qancha solih kishilarniki nimalarni haykallarni yasab, butparastlikni dastlab tushadi ijod qilib paydo qildi. Undan keyin Alloh taolo shu Nuh alayhisalomning qavmiga payg'ambar avatdi. Shuni bilan mana Alloh taolo Nuh alayhisalomni avatdi. Dastlabki mursal payg'ambar shu. Endi bularning soni va qad ruya bayanu adadihim fi ba'd al-ahadis. Ba'zi hadislarda bularning sonining bayoni rivoyat qilingan edi. Ya'ni bir hadisda payg'ambar 124 ming payg'ambar edi dedi. Ya'ni bir hadisda 224 ming dedi. Shuning bilan soni ba'zi hadislarda bayon qilingan. Val avla an avlaraqi
ألا يقتصر على عدد في التسمية أي في التسمية في تسمية عددهم يقول ularning sonini atashda ma'lum bir songa biror songa nima biror son bilan kifoyalanmasligi yoki biror son bilan cheklanmasligi avlaroqdir. Nima ish qilsa? Faqat qala Alloh taolo chunki Alloh taolo mundaq degan tursa. Minhum man qasasna alayka va minhum man lam naqsus alayk. Yani u payg'ambarlardan biz sizga qissasini aytib berganlari bordir va u payg'ambarlardan biz sizga qissasini aytib bermaganlari ham bordir deydi. Demak, ahad rivoyatlar agar Qur'on Karimning mutawatir rivoyatlar oyatlariga qarama-qarshi kelib qolsa, ahad rivoyatni to'shtiradi. Nima xatar bor desa, 120 payg'ambar desa, nima yaxshi emas desa, va la yu'manu fi zikril adadi ay yadkhula fihim man laysa minhum. Ya'ni u payg'ambarlarning sonini zikr qilishda, u payg'ambarlardan bo'lmaganlarning payg'ambarlarning qatoriga kirib qilishidan aw yakhruja minhum man huwa fihim yoki u payg'ambarlardan bo'lganlarning payg'ambarlarniki qatoridan chiqib ketishidan nima aman bo'g'il bo'lmaydi, saqlang'ili bo'lmaydi. Shu sababdan son demagan yaxshi nima deymiz? Ya'ni biz amantu billahi va malaikati va kutubihi va rusulihi. Ya'ni Alloh taolaning shu Odam alayhisolamni tortib payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bo'lgan avatgan jimi payg'ambarlarga nima ishondik. Bizga muhim bo'lgani Odam alayhisolam payg'ambarning avvali, eng oxiri cho'ng muhim e'tiqodda muhim bo'lgani eng oxiri Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Muhammad sallallohu alayhi vasallamdan keyin payg'ambar kelmaydi. Isa alayhisolam tutsa Isa alayhisolam shudu oxir zamonda ammo tushgandan keyin payg'ambar alayhisolamning shariati bo'yicha hukm qiladi. O'z oldiga bir shariat ekanmaydi. Payg'ambarning ummat bo'ladi. Ve kulluhum kanu muhbirin muballighin anillahi taala. O payg'ambarlarning hammasi muhbirin, Allah Teala'nın haberini bergüçeydi. Allah Teala'nın haber bergüçü. Muballighin, Allah Teala'nın ki hüküm ahkamlarını yetkizgüçeydi. Sadiqin, hemmesi raşçıydı. Peygamberlerin hemmesi raşçıl. Nasihin diyen gap, yani üzünün ümmetiga yaxşılıkını irade kılgıçı, yaxşılıkını talep kılgıçı, samimi, ak köngül zatlaydı. Onda nememez, içi yaman, yili gelemez. Naydı tüz köngül, ak köngül, sadda, samimi, kavmiga içi-içidin yaxşılıkını irade kıladığan muşundaq peygamberler. Demek bu yerden nemi çıkıldı sana? Peygamberlerin ma'sum ekenlik. Peygamberler hemmesi nima? Ma'sum. Peygamberler hemmesi ma'sumin. Müşken böyle anla. Peygamberler hemmesi peygamberlik kelgenlik ki günah meselesi ötküçten kasten bolsun, sahban bolsun günah meselesi ötküçten nima? Ma'sum. Peygamberlik kirişten razı dese bunu kılgan alimler yeni ma'sum diyorlar var. Bazılar ma'sum emas diyorlar var. Ama peygamberlik kelgandan keyin çoğu ma'sumlikda hammadan ijmo kelgan. Buni bilaman. Endi Qur'oni Karimdagi ba'zan oyatlar cho'nda bo'lsa, Qur'oni Karimdagi masalan Allah payg'ambar alayhisalom masalan payg'ambar alayhisalomga ba'zan tanqidlab kelgan oyatlar, İbrahim alayhisalomniki ba'zan oyatlari, Musa alayhisalomniki, masalan Odam alayhisalomniki va asa Adam robbu fag'avat degandek oyatlar cho'disa, bu oyatlarning ma'nosi ya'ni nimene evlanı terk etişti baktın. Evlanı terk etişti. Mesela bunda bir kaydı var. Nima hasanatul ebrar, seyyiatul mukarrabin. Normal adamın yaxşılığı nimaga nisbatan muqarrab bandaliga nisbatan yomonlik hisoblanadi. Ular nima qilish kerak? Evlanı qilish kerak. Yani bularniki payg'ambarlar haqida Qur'oni Karimda qanday bir adam bizni gumon qilgan oyatlar hammasi nima? Yani xilaful evla. Yani evlanı terk etish. Mesela payg'ambar alayhisalom bir qatim Abdullah ibn Maktum keldi. Abdullah ibn Maktum Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah şunda bu taraf kavgalıp demedi ki Kureyş'in katı başlarına nasihat kıldı. Onun ki bu tarafta yaptı, bu taraf nasihat kıldı. Şunu olan Allah Teala şu an ayet nazil kıldı. Hem Peygamber'in kadar hata mı oldu diyse, Peygamber Aleyhisselam demek ki Abdullah ibn Maktum amını Müslüman oldu. O yeni olmaydı imandın. Lakin o yeni Mekke'nin katı başlarına iman geltiyse tıkılmayacak İslam'ın kanat yaydırılışını oylagan edi. Amma Allah Teala evvelen ahire hemmini bilgücü zat boğaçqa ularning Müslüman olmaydı qallıqını. Amma فأما من عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تنهى. Hada Allah Teala Peygamberimizin tanqidlab ayet nazil qildi. Yani sen uniki qandaq bilasan, uniki nasihatni foyda qilmaydiganligini deb. Yani bir oyatda ve zekir fe inne zikratan fe'ul mu'minin. Nasihat mu'minlarga manfaat qiladi dedi. Demak Allah Teala evvelen ahirini bilgachga. Peygamberimizning bu shunimi ijtihadi yani xilafil avla, xata emas amma yani Allah Teala bilgachgan buniki avlasini
avlanın xilafı deb tushunamiz. Shunda olma bu gunohimiz. Payg'ambarlarning aytgan istig'forimiz shuning uchun bo'ladi. Shu Alloh taolo shu mataqaddam mataaxir gunohni mag'firat qildi degani-mu, shu nima? Shu tarki avlo bo'lgan gunohlarni mag'firat qildi degan bo'ldi. Biznikidek gunohlar emas. Shunda normal bilib olinglar. Ve afdalul enbiya peygamberlerin en avzili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Hem de peygamberlerin en avzili Muhammedun Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Med delil? Delil ne dese? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ne deydi o? Kuntum hayra ummetin uhricet linnas. Sizler insaniyetin çıkarılan ümmetin en yaxşısı dedi. Bu nimeni dalalet kılıdı o? Bir dalaletin nesli sana. Bu peygamberin ümmetin en yaxşı olsa nima sebepten bu ümmet nima sebepten yaxşı oldu? Bu şu peygamberge iman etkalık sebepten yaxşı oldu. Demek bu ümmet başka ümmetlerden ziyade buluşun sebebi kim peygamberken? Demek başka ümmetlerden ziyade buluşun sebepçi olan peygamber tabii ki başka ümmetin peygamberlerinin nima? Evzel. Diyen hüküm nima? Şu ayetin ucudan dalaletin neslinden çıkıyordu. Şimdi ama bugün peygamber sallallahu hadisleri mesela. Ana seyyidu velede Adem mesela. Ana ekremul evveline vel ahirin. Livaul hamd biyedi. Mesela ayet hemmesi bu dünya ahiretteki Peygamber Aleyhisselam'daki en insanların içindeki Allah Teala'nın mahlukatının içindeki en avcılık geldikini ayetle hemmesi şunu gösterip durdu peygamberlerin birbirinin artık geldikini mu? Tilke rusulu feddalna ba'de ve la ba'd diyen ayet peygamberlerin birbirinin artık bulgalıqının buldu gösterip durdu. Vel melaiketu ibadullahi Teala hem de hoş. Perişteler Allah Teala'nın bendeleridir. Perişteler Allah Teala'nın bendeleridir. El amilune bi emri. Allah Teala'nın emir fermanını bilen amel kılgıçıdır. Ve la yusafune bi zukuretin ve la unutha. Ula erkeklik yaki kişilik yani erlik yaki ayallık bilen süpetlenmeydi o. Hem de lügatte malaikeye mesela caet melaiketur rahmani depinde melaiketun de bir şekilde tab merbuta kelişi bunun ayallıkının mühendisini mesek belki bu lügat kaidesi. Lügat kaidesi. Kudde hamzatu. Mesela hamzatu digendek. Hamzatu degeni nima? Ayol kishi emas, erkak kishi mesela. Xuddi shunday. Talhatu degandek. Velillahi Teala kutubun enzalaha ala enbiyaihi. Allah Teala'nın uzun peygamberliğini nazil kılgan kitapları vardır. Allah Teala'nın uzun peygamberliğini nazil kılgan kitapları vardır mesela. Adem Aleyhisselam'ın nazil kılgan sahifeler, İbrahim Aleyhisselam'ın nazil kılgan sahifeler mesela. Suhufi İbrahim ve Musa degandik İbrahim Aleyhisselam'ın nazil kılgan sahifeler. Musa Aleyhisselam'ın düşürülgen Tevrat, Davud Aleyhisselam'ın düşürülgen İncil, Davud Aleyhisselam'ın düşürülgen Zabur, İsa Aleyhisselam düşürülgen İncil, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem düşürülgen Kur'an-ı Kerim ve ondan başka asmanın düşürülgen semavi kitaplarının hemmesi gibi biz iman ettiğimiz imanın altı rüknünden birisi bu şeyin. Ve lillahi teala kutubun enzelaha ala enbiyaihi. Allah Teala'nın uzun peygamberlerin nazil kılan kitapları vardır. Bu kitaplarda Allah Teala özünün emrini, nehiyisini, vaadisini ve tehditlerini bayan kılgandır deydi. Bayan kılgandır. Hem de hoş bu mezhep bir bayan kılgandır ki hem de Resulullah'ın ki yani ehl-i sünnetin arasında ve başka mü'tezile arasında katı ihtilaf olan bir mesele kalsa Miraç meselesi. Mü'tezile ne inkar kıldı Peygamber Aleyhisselam'daki Miracı çıkalık inkar kıldı. Onundakin bazı ehl-i sünnetçinin bazen bir kısmı Resulullah ruhu bilen çıkan, bedeni bilen çıkmagan deb inkar kıldık için ehl-i sünnetin en çok bir kısmı neydi o? Vel mi'racu li Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fil yakadati bi şahsihi ila sema thumma ila ma şa'allahu teala minel ula hakkun. Mi'rac yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge uygaklık haletinde bir şahsihi degen üzünüki mübarek bedenleri bilen asmanga örlep mi'rac buluşu. Thumma ila ma şa'allah andikin Allah Teala halıgan üstünki alemden Allah Teala halıgan yerlergiçe mi'rac kılışı nimidir? Haktır. Bu ben haktır. Bunda hiç kandak nimi yoktur? Şek şübhe yoktur deydi. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'daki nimiden Mekke'den Mescid-i Aksa'ya İsra kılışı Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ile mescid-i Aksa'da gayetilen ayeti dalaletin kat'i nas bilen nima bo'lgan sabit bo'lgan. Bu qat'iy dalil qat'iy bilen. Unudaki Peygamber Aleyhisselam'daki asmanga o'lganligi bu jimmi musulmonlarniki nima bilan ijmosi bilan sabit bo'lgan. Asmanga chiqqanligi. Endi asmondan jannatdagi davzaki chiqqanligi, undan keyin arshiga chiqqanligi, Allah Teala'nın huzuruna chiqib Allah Teala bilan kurashganligi degan muammaslar hammasi ko'rgan yerlar hammasi ahad hadis bilan
Sahih bo'lganlik, ammo sahih hadis hammasi. Tushundingmi? Sahih bo'lgan ahad hadis bilan hammasi sabit bo'lgan. Shuning bularniki namozning farz bo'lganligi, namozning shu mi'rojning farz bo'lganligi bilan nima bularni mutawatir ma'naviy shaklda ko'tarilgan. Namoz nima farz bo'lgan farz? Aqimus salat deb Qur'onda farz bo'lgan, ammo tafsiloti shu osmonda farz bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom miroj chiqqan vaqtida bilasizlar mana. Payg'ambar alayhisalom birinchi osmonga chiqdi, Odam alayhisalomni ko'rdi. Osmon Idris alayhisalomni, Yusuf alayhisalomni, Harun alayhisalomni, Isa alayhisalomni, Musa alayhisalomni, İbrahim alayhisalomni ko'rdi. Shularni ko'rdi. Undan keyin oxirida İbrahim Musa alayhisalom bilan 6-chi osmonda ko'rdi. Musa alayhisalom 6-chi osmonda shu yerdan chiqib tushib Alloh taolo dastlabki 50 vaqt namozni farz qildi. Undan keyin Musa alayhisalom chiqadi. Musa alayhisalom mening qavmimni men sinab baqqan, hargizmi uqlanmaydi. Rabbing qaytqin yengiltib bersin dedi. Payg'ambar alayhisalom yeni chiqdi, yeni tushdi, yeni oxiri bu namoz 5 vaqt namozga tushib qoldi. Shuning bilan Alloh taolo dediki, mening bu farz mening ummatimga az 5 vaqt qoldirdim, ammo har bir vaqt 10 vaqtning savobini bilaman. Mening dargohimda 50 vaqt qolgan bo'ladi. Sening ummatingga yengiltib berdim. Ma yubadul qawlu ladayya. Meniki huzurimda so'z o'zgarmaydi deb Alloh taolo shunday dedi. Shuning bilan namoz 5 vaqt tushirilgan. Buni miroj vaqasi. Bu shu Payg'ambar alayhisolamning muborak badani bilan bo'lgan vaqalik. Bu shunday. Summa ila mashalloh taolo min al-haqqin. Bu shu ahli sunnat va jamoatniki nima e'tiqod qilishga haqq bo'lgan, e'tiqodga kiradigan, aqida sababiga kiradigan masalalardan birisi bo'lib tizimlangan. Endi buni so'zlab bo'lgandan keyin bizga nima deydi musannif? Karomatul avliya. Karomatul avliyamu bu endi bir mu'tazila guruhi bunga inkor qilgan. Avliya degan karomati yo'q deb inkor qilganlik uchun ahli sunnatniki, ya'ni mu'taziladan ayirib turgan bir tarafi avliyalarning karomatlari bor ekanligiga haq turda isbot qiladi. Chunki bu isbotlangan ish, amaliy isbotlangan. Masalan, Maryam alayhisalomniki karomatlari, masalan, Maryam alayhisalomniki qishda yozning yemaklikki, yozda qishning yemaklikda oldida paydo bo'lishi. Masalan, undan keyin masalan Umar roziyallohu anhuga bo'lgan karomatlar, masalan Umar roziyallohu anhu 6 oylik nerasidan Madinatul Munawvarada turib, Nahavand degan yerda jang bo'layotganda Sariya degan qo'shinning qo'mondoniga "Ya Sariya, al-Jabal" deb dushman qo'shini buktilma qo'yib, turotida taqqa chiqib olinglar deb Umar roziyallohu anhu 6 oyliklarni to'lg'anda xutba qilib turib, shu ovozni Sariya va butun qo'shin anglagan. Bu nima bo'lgan? Mo'jiza bo'lgan. Endi nurg'ulg'an mo'jiza bu hammasi sahih rivoyatlarga kelgan. Demak, bu shundoq hammasi karomat deb ataladi. Karomat bilan mo'jizniki farqi nima desanglar, Mu'tazila nima deb karomatga inkor qildi desa, Mu'tazila deydiki, agar biz karomatni bor desak, payg'ambar bilan valiniki ayrılışib ketadi. Ayrılmaymiz, shuni karomatga inkor qilamiz deydi. Amaliyotda unday emas. Karomat degan nimadan mo'jizani ayirib turgan tarafi, mo'jizani birinchidan mo'jizani ko'rsatish uchun men payg'ambar deydi, birinchi. Undan keyin yana kishilar mo'jiza talab qilganda tahaddi e'lon qilib, talab qilganda tahaddi nusxasida, ya'ni bastish nusxasida mo'jizani ko'rsatadi. Musa alayhisalom sergalar bilan bastishib aslini chiqargandek, masalan, payg'ambar alayhisalom oyni yerilgandek, bundan boshqa mo'jizalar, masalan, Kabening ichidagi, masalan, payg'ambar alayhisalom muhojirga ilingan yillarda nima Qurayshlar 3 yil Makkada nima gap Bani Hashim jilg'isiga qapsab qo'ydi payg'ambar alayhisalom jimi Bani Hashim bilan Bani Abdul Muttalibni. Shu vaqtda nima bo'ldi? Qurtdan besh kelib, shuni ular xat chiqqan edi. Bani Muttalib bilan Bani Hashim bilan biz og'liq belgilik qilishmaymiz, butunlay aloqani o'zimizda. Buni xat yozib Kabening ichiga isib qo'ygan edi. Alloh taolo qutni meni avatib uni yeb, faqat Allohning ismi bilan qoldi masalan. Undan keyin payg'ambar alayhisalom Kabening ichiga ko'maytirib tashdi xabar qildi. Nima deb? O bizimdeki yezgan xitini qutib bo'ldi deb. Shuning bilan Abu Talib bu gapni debdi. Onda qanday bo'ldi deganda, agar Abu Talib dedi, agar mushu xatni agar sog' salomat qolsa, Muhammadni biz sizga topshirib beramiz. Nima ish qilsangiz qilinglar. Agar qutgan bo'lsa, bizni muhosibni qo'yib bersa deganda, bo'ldi deb hamiz qo'shildi deganda qarasa, o'shu qog'ozni hamini qutyap, yab, faqat Allohning ismi bilan qolgan ekan. Shunda mushu hammasi nima mo'jiza. Yani mushunda mo'jiza degan ta'ddi bilan jang e'lon qilish bilan naq maydonda talab qilgan mo'jizani payg'ambar duo qilib Alloh taologa keltira oladi.
Amma keramet çok bunlar emas. Keramet Allah Teala halgan bendesiga biladi o. Lekin bende veli bende men ko'zlayman ko'zlamaydi. Tushundingmi? Uni men ko'zlamada ko'rsatib olmaydi. Alloh taolo ikrom qilgan bandaga biladi. Ba'zida biladi o vaqt kelsa, ba'zida bilmaydi. Unda payg'ambarligida %100 kelmaydi. Taqmi shu tushundingmi? Agar anda %100 kelgan bo'lsa, hozir avliyolar, hozir Amerika kafirlarini, Xitoy kommunist kafirlarini yavlaysan, bu duo qilib alaqil. Ya'ni bu degan karamatlar mo'jizaning farqi shu. Uni keladi fayuzhirul karamata ala tariqi anda olgandan keyin karamatni odatni buzib o'tish yo'li bilan veliga oshkor qildi Alloh taolo. Veli uchun oshkor qilib berdi. Masalan qanday desa, masalan yiroq musofalarni qisqa muddatda kesib olishdek, tamoq, sharob, libos, hojat ehtiyoj tushganda taom, sharob, liboslarni oshkor bo'lishidek, suv ustida mingishdek, masalan havoda uchishdek, masalan jonsiz chalmalar, tosh chalmalarning gap qilishidek, tilsiz hayvonlarning gap qilishidek va g'ayri zalika min al-ashya. Ashundan boshqa narsalardan iborat mana karamatlar Alloh taolaning irodasi bilan yuz berishi mumkin. Va yakunu zalika ana shu karamat paydo bo'lgan payg'ambarning ummatining shu karamat paydo bo'lgan ummatning payg'ambari uchun nima bo'ladi? Mo'jiza hisoblanadi. Bu karamat agar Musa alayhisolamning qavmidan birida karamat hosil bo'lgan bo'lsa, bu karamat Musa alayhisolam uchun Musa alayhisolam uchun nima? Mo'jiza hisoblanadi. Chunki desa, nima desa, لأنه يظهر بها أنه ولي. Çünkü bu veli, muşu keramet bilen veli deb aşkar buludu. Veli yekune veliyen bu veli fakat velinin diyanetinde rastçıl, durust boğandıla veli bulalaydı. Bununki diyanetlik buluşu üzünün peygamberinin peygamberliğine kalbini tasdik edip tilede ikrar kılışı doğru. Şu sebepten bunu ne boğan? Veli boğan. Yani Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetlerin kadar bir adamın keramet olsa bu ümmet bu keramet Peygamber Aleyhisselam için mucize hesaplanır. Çünkü bu veli Peygamber Aleyhisselam'ın ümmeti bulup Resulullah'ın şehitini tutkanın için keramet veli evliya boğan. Ama Resulullah'ın şemmeyi tutup ya ki Resulullah'ın şehitini tutmayı tutup hakan keramet kösesi mi yalgan keramet emez. İstidraj da batılır. Yilgaylık ya seyirgaylık ya köz buyamçılık. Böyle adamcılık olsak fazla konudu. Ve abdal beşeri emdin bir şey geldi. Bunun ikinci hilafet İmametçilik meselesi var. Bunu ikiye gidersiniz. Ve ahir davana elhamdülillahi rabbil